Dual ta'lim bu zamonaviy ta'lim tizimlaridan biri hisoblanadi. O'quvchi 3 kunda mehmonxona yoki qanaqadir tashkilotga borib o'sha amaliyotini o'taydi, 2 kun mobaynida texnikumda o'qiydi. Dual ta'limni o'qigan o'quvchilar o'sha ishlab chiqarish korxonasiga talablariga javob beradigan kadr bo'lib yetishib chiqadi, to diplom olgunicha. Ayrimlarni 70%, 80%ni уже tayyor ishi bo'ladi. O'sha korxonasida diplomini olib davom etib ketaveradi ishini. Dual ta'limning eng kuchli tarafi u nazariy bilimni olgan joyida yoddan chiqib ketmaydi-da, olgan bilimlari. Boradi-yu amaliyotga o'taydi, o'sha narsani mustahkamlaydi. Kunduzgi ta'limda bunday natija yo'q. U oxirida borib amaliyotni o'taydi. U o'tgan o'qish davomida sentyabr, oktyabrda olgan bilimni yilning oxirigacha esdan chiqib ketishi mumkin-da. Baribir buni olib qarasa, nazariya o'zi amaliyotdan kelib chiqib yozilgan narsalar. Lekin nazariyada o'quvchi 30% o'zlashtirishi mumkin. Amaliyotda uni 100% qo'llashga majbur. Mehmonxona xo'jaligi bo'yicha dual ta'limda guruh rahbariman. O'zim ham 2 kun, 3 kunda bir mehmonxonaga borib, o'quvchilarning qaysi temada o'tyapti, nima ishlar qilayotganini kuzatib kelaman. Men Sahid Zarafshon mehmonxonasiga keldim va bu yerda mana 13 nafar o'quvchi amaliyot o'tayapti. Bugun amaliyotdagi o'quvchilarimni tekshirishga, ya'ni nima ish qilyapti o'shani ko'rishga keldim. Qalaysizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Keling. Dual ta'lim kirib kelgunicha ish beruvchi bilan o'quv muassasasi bir-birini deyarli tanimagan, hamkorlik yuqori darajada bo'lmagan. Hozirgi kunga kelib dual ta'limni ham ish beruvchi, ham ta'lim muassasasi, ham o'quvchi bu yerda jarayonda bir xil ishtirok etadi. Dual ta'limning kelajagi bor lekin. Agar o'zimda shunaqa imkoniyat bo'lganda edi o'qishga, kunduzgi ta'limdan ko'ra dual ta'limni tanlagan bo'lardim. Bizning soha amaliyotsiz nazariyani tasavvur qilib bilmaydigan soha, chunki o'quvchiga ming tushuntirsangiz ham u narsani o'zi bajarib ko'rmasa, qilib ko'rmasa, uni xotirasida qolmaydi bu narsa. Joyida qilinishi, vaqtida qilinishi bu dual ta'limning yutug'i.